Demak, hurmatli talabalar, mana sizlar bilan maktabgacha ta'lim qiluvchi filologiya fanidan mavzu mashg'ulotlari hamda amaliy mashg'ulotlar olib borganmiz. Shu bugungacha demak sizlar bilan biz Osiyo davlatlari maktabgacha ta'lim tizimi tuzilishi, o'ziga xos xususiyatlari, bu yerdagi ta'limlarga jarayonni tashkil etish shakllari, metodlar, vositalar va tashqari maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi ta'lim mazmunini xususiylashtirdik. Endi bugundan boshlab Yevropa mamlakatlarida maktabgacha ta'lim tizimini to'g'risida shu jihatdan olganda bugungi mavzuyimiz eng rivojlangan mamlakatlar qatorida turuvchi Germaniya maktabgacha ta'lim tizimi haqida suhbatlashamiz. Demak, mavzu mashg'ulotimizni quyidagi rejalar asosida amalga oshiramiz. Mavzu mashg'ulotimizda demak butun jarayonda qo'llanilgan tushunchalar, demak mana shu tushunchalar asosida mavzuga oid ma'lumotlarni sizlarga berib o'tamiz. Albatta, mavzu mashg'ulotimizga yarasha maqsadi bor vazifalar bor hamda kutilgan natijalar bor. Mashg'ulot jarayonida siz bevosita mana shu Germaniyadagi usul ta'lim tizimi turlari, bundan tashqari xususan maktabgacha ta'lim tizimining tuzilishi, o'ziga xos xususiyatlari, turlari, maktabgacha ta'lim tashkilotida turlicha yondashuvlar to'g'risida mazmun bilan tanishib o'tamiz. Darsimizni boshlashdan avval qizi maktabgacha ta'lim tashkiloti hukumat eng rivojlangan, shu bilan birga davlatimiz va hukumatimiz tomonidan barkamol avlodni tarbiyalash vazifasi qo'yilgan muassasa sifatida, tashkilot sifatida e'tirof etilyapti. Xo'sh, maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'zi qachon va kim tomonidan tashkil etilgan va ular birinchi bo'lib bu pedagogik muassasani ochilishiga kim sababchi bo'lgan degan savol tug'iladi. Bugungi mavzumizga bog'liq buni alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Sababi birinchi bo'lib bog'chani ochilishi, birinchi bo'lib maktabgacha ta'lim tashkilotining ochilishi bevosita nemis olimi Friedrich Freidl buyuk pedagog nomi bilan bog'liq. U 1837-yilda birinchi bolalar bog'chasini tarjima sifatida ochilgan va unga bolalar bog'chasi deb nom berilgan. Bolalar bog'chasi deyishiga sabab u o'sib kelayotgan yosh avlodning bolalarni bog'da o'sayotgan o'simliklarga nihoya qiyosladi. Ularni tarbiyalovchi pedagoglarni ota-onalarni esa bu bog'bonga qiyosladi. Haqiqatan ham bugungi kunda ushbu qimmatli fikrlar o'zini ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Nihoya qanday chiroyli parvarish qilsak, to'g'ri parvarish qilsak, u yerga kelajadi yaxshi daraxt bo'lib yetishib chiqadi. Buning uchun albatta pedagoglar, ota-onalar hamkorlikda ishlashi, bolalarni qobiliyatlarini, individual xususiyatlarini hisoblovlar orqali ularga turlicha yondashishi, ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishi, innovatsion texnologiyalar to'g'ri va o'rinli foydalana olishi va mana shu Friedrich tomonidan ilgari surilgan g'oyalarni tasdig'ini topishiga xizmat qiladi deb o'ylayman. To'g'rimi? Germaniya maktabgacha ta'lim tizimi boshqa ta'lim davlatdan singari ta'lim tizimlari tarkibiga kirmaydi, lekin judayam bir ahamiyatga molik bo'lgan tashkilot hisoblanadi va yosh hisoblanadi. Germaniyada bolalar maktabgacha ta'lim muassasasiga 2 yoshdan qabul qilinishadi va 6 yoshgacha. 6 yoshdan boshlab bolalar universitet o'qishini maktab ta'limidan boshlashni davom ettirishadi. Germaniyada maktabgacha ta'lim tashkilotlarini homiylar tomonidan doimo vasiylik asosida moliyalashtiriladi. Xususan, xayriya jamg'armalari, mahalliy hokimiyat yoki cherkovlar hisobiga moliyalashtiriladi. Bundan tashqari Germaniyada qat'iy intizom yo'q. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sababi u yerda 16 gubernator bo'lganligi uchun har bir gubernator vazirligi o'zi mana ta'lim jarayonlarini, maktabgacha ta'lim jarayonlarini, umumiy o'rta ta'lim jarayonlarini, kasblar ta'limi hamda oliy ta'lim jarayonlarini boshqaradi va ta'lim mazmunini mustaqil ishlab chiqadi. Shu bilan birgalikda Germaniya maktabgacha ta'lim tashkilotining eng asosiy o'rni bolalar bilan muloqot qilishadi. Haqiqatan bu yerda bolalar umr davomida oladigan ma'lumotlarni, egallagan his-tuyg'ularni, emotsiyalarni, ijtimoiy ko'nikmalarni muloqot jarayonida nima qilishadi, egallab borishadi. Shu jihatdan ular maktabgacha ta'lim tashkiloti judayam katta bir nom bergan holatda tafakkur ustaxonasi deb nomlanadi. Bolalar har tomonlama do'stona munosabatlarni rivojlanish, ijtimoiy jihatdan
psixologik jihatdan rivojlanishi, aqliy jihatdan, intellektual jihatdan hamda jismoniy jihatdan barqaror bo'lib rivojlanishi mana shu davrdagi, mana shu yoshga to'g'ri kelgan g'oyaga kelgan holatda tafakkur ustaxonasi deb nomlashadi. Bugungi kunda Germaniyada 4,7 million bola o'qishga qatnashadi. Universitet majburiy ta'lim tizimi tarkibiga kirmasa, lekin ota-onalarning juda ham ishonchi baland. Bog'chaga nisbatan 3 yoshga yetgan bolalar bevosita u yerda bog'chaga borishda uchun sharoitlar shu bilan birga navbatga qo'yiladi. Bundan tashqari yana Germaniyaning maktabgacha ta'lim tizimida e'tiborli jihati boshqa mamlakat bilan fuqarolik farzandlari bo'lsa ham albatta o'zini yashash huquqidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlariga borishlar ta'minlanadi. Bundan tashqari maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi bolalarning huquqlari teng, hamma bolalarga demak ma'lumot olishga, ta'lim olishga haqlidirlar. Shu bilan birgalikda yana mana shu maktabgacha ta'lim tashkilotlarining to'lov kunlari bevosita ota-onalarni yillik daromadlardan kelib chiqqan holatda belgilanadi. Ya'ni daromadi past bo'lgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oila farzandlari hattoki bepul maktabgacha ta'lim tashkilotlarining xizmatlaridan foydalanishlari mumkin. Bugungi kunda mana 2-6 yoshli bolalar 92,5% qismi bolalar bog'chasiga borishadi. Bu qamrovni juda yuqori ekanligini ko'rsatadi. 57,600 mingdan ortiq bog'chalar bor. Demak, buni ichida albatta cherkov bog'chalari ham o'rin oladi. Germaniyada bog'chalarda tarbiya sifatida faol bo'lish uchun maxsus imtihonlar topshirishadi. Shu bilan birga bu kasbni o'qish 2 yildan 4 yilgacha o'qish muddati davom etadi. Bundan tashqari o'qishga kirish uchun dastlabki, ya'ni kasb ta'limi jarayonida ijtimoiy assistent, bolalar menedjer sifatida dastlabki ma'lumotga ega bo'lishini talab etiladi. Bundan tashqari oliy ta'lim muassasalarida ham 3 yil mobaynida qo'shimcha bola shifokori ma'lumotga ega bo'lishini ham talab etiladi. Bu ham qaysi ma'noda maktabgacha ta'lim tashkilotining tarbiyachi pedagogi ham pedagog, ham psixolog, ham fiziolog shifokor bo'lishi talab etiladi. Bu endi bir vaqtda bolalar xavfsizligini va shu bilan birga sog'lom voyaga yetishini ta'minlashda juda ham muhim bo'lib turadi. Bundan tashqari yana bir qiziq tomoni, Germaniya bog'chalarida bugungi kunda 7,1% erkak tarbiyachilar faol bo'lib borishadi. Ular o'zini oldiga maqsad qo'yishganki, bu foizni 20% chiqarish, ya'ni alohida o'g'il bolani ta'lim tarbiyasida erkak tarbiyachilar o'rni borligini hisobga olgan holatda mana shu vazifani amalga oshirishni rejalashtirib kelishmoqda. Boya aytganimdek, qizlar maktabgacha ta'lim tashkilotiga ta'lim mazmuni, bu yerdagi ta'lim dasturlari 16 federal yerning o'zini vazirliklaridan hisobidan amalga oshiriladi va o'sha o'zbeklar tomonidan mustaqil ta'lim konsepsiyasi ishlab chiqiladi. Demak, konsepsiyalar shu mahalliy aholi, ya'ni mahalliy yerga istiqomat qilayotgan aholi, ya'ni ota-onalarning va bolalarning ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda shakllantiriladi. Germaniya konstitutsiyasiga ko'ra 3 yoshga to'lgan bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotida alohida o'rnashtirilgan holatda ta'lim tarbiya olishini shart etib belgilangan bo'ladi. Bundan tashqari bog'chaga bormaydigan bolalar juda ham kam bo'ladi. Chet eldan kelgan hatto qochoq oila farzandlari ham ta'lim olish huquqiga egadir. Ayrim federal hududlarda 3 yoshdan boshlab demak bepul bolalar bog'chaga borishlari ham mumkin bo'ladi. Germaniya bog'chalarida bolalarni xavfsiz va sog'lom voyaga yetishlari uchun alohida ahamiyat beriladi. Jumladan ularni haqiqiy sog'lom ovqatlanishlariga. Germaniya bog'chalarida juda ham kam bolalarga muassasa tomonidan tushlik ta'minlanadi. Asosan tushliklar jo'natish ota-onalar zimmasiga beriladi va ota-onalar har kunlik beriladigan ratsiondagi taomnomaga ko'ra o'zlari taom tayyorlab bolalarga berib yuborishadi. Mana bu asosiy taomni asosiy qismini mevalar, turli xil sabzavotlar va yengil hazm bo'luvchi taomlar tashkil etadi.
Bundan tashqari yana Germaniyadagi eng asosiy tajriba sifatida o'zimizga o'zlashtirish mumkin bo'lgan jihatlardan biri parkour tizimining yo'lga qo'yilganligi. Har bitta bog'cha tarbiyalanuvchisi o'zi shaxsiy parkouriga ega, mana ko'rib turibsiz, rasmlar belgilab qo'yilgan. Bunga ana shu bolalar bog'cha davomida shu kelgandan boshlab 6 yoshga yetguncha davridagi faoliyatiga erishgan huquqlari, bolalar psixologik jihatlari, har tomonlama rivojlanishda muhim bo'lgan omillar qayd etib boriladi tarbiya tomonidan va o'sha parkourga joylab boriladi. Bundan ko'zlangan maqsad ham bola ehtiyojlarini rivojlantirish, undagi qobiliyat va iste'dodni yuzaga chiqarish va ta'limning keyingi bosqichiga borganda uzluksizlikni ta'minlash. Ya'ni bola boshlang'ich maktabga chiqqanda ana shu parkour bilan boradi va parkourdagi bolaga erishgan yutuqlari yoki uni qaysi jihatdan zaif tomonlari o'z vaqtida aniqlanadi va bartaraf etiladi. Shunga ko'ra boshlang'ich sinf ta'lim tarbiyasiga yondashish uchun alohida vaqt talab etmaydi. Kutiladigan natijaga erishish samaradorligi sezilarli darajada ortadi. Bundan tashqari bolalarning huquqlari juda ham qat'iy ta'minlangan. Shu jihatdan olganda mana oddiygina bolaga so'rovsiz huquqiy sifatidagi tarbiyaga ham mumkin emas. Pampers almashtirishga sharoit bo'lgan bo'lsa, albatta bolani bu narsadan xabardor qilinadigan. Bunday ko'zlangan maqsad shu bo'ladi, o'zini shaxsiy hududini oldindan milliy xususiyatni rivojlantirish va kelgusida mana har xil salbiy omillar, bolani o'g'irlab ketish yoki unga nima tan jarohati yetkazish yoki boshqa noxush holatlarni oldini olish maqsadida bolada o'zini shaxsiy hududini, milliy xususiyatini rivojlantirish alohida e'tibor berilgan va o'sha tarbiyachini ogohlantirishlarga demak tarbiyachi menga o'sha kiyimni almashtirishga yordam bermoqda yoki mana shaxsiy hududini nima ishlatmoqchi degan mazmunda alohida o'ziga tushuncha va tasavvurlar olgan. Hattoki mana ota-onadan ruxsat bolani umuman rasmga yoki videoga olish qat'iyan man etiladi. Bu hammasi bolani huquqlari va uni xavfsizligini ta'minlash maqsadida. Ta'kidlab o'tganidek, bolaning huquqlari sifatida o'zlik huquqiy ekanligini, ta'limdan teng imkoniyatlarni foydalanishga ega ekanligini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Sababi ana shu bola nosog'lom bo'lishi mumkin, alohida parvarish ehtiyojiga muhtoj bo'lishi mumkin, lekin sog'lom bolalar bir qanday ta'lim olishga ega ekan. Hozir keyingi bandlarda buni ham ko'rib chiqamiz. Ota-onalar hamkorlik juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan ekan. Demak, alohida bog'cha tarbiyasi bilan birgalikda har bitta ota-ona bog'chaga mas'ul ekan, bolalarni ta'lim-tarbiya berishda. Shu bilan birga hamkorlik sifatida o'zaro ishonchga, o'zaro hurmatga asoslangan bo'lishi kerak ekan. Muammolarni ham bolalar muammolarni ham birgalikda maslahatlashgan holatda bartaraf etishar ekan. Shu bilan birga o'sha bolaning rivojlanishiga ehtiyojlari va muammolari to'g'risida tarbiyachi va parkour tizimidan ko'payib, ota-onalar bilan hamkorlikda va muloqotda bo'lishi talab etiladi. Bundan tashqari oila bilan hamkorlikda turli xil bayram tadbirlari, turli xil loyihalar yoki aksiyalarga taklif etiladi. Ota-onalardan ortiqcha yig'imlarga yoki bayramlarni sovg'alarni olish qat'iyan man etilgan ekan. Bolalarning ehtiyojlari, maktabgacha ta'limlashga xarajatlari uchun belgilangan tartibdan oldin pul yig'ish qat'iyan man etiladi va aqlli ommon xalqi bu yechimini topdi. Ya'ni ana shu bolalardan ota-onalardan pul yig'ganlar ko'ra alohida aksiyalar, loyihalar amalga oshirilayotganki, hozirgi kunda foydalanayotgan bolalarning uy-joylari yoki shaxsiy buyumlarni ular arzonlashtirilgan narxlarda sotishadi. Ko'rib turibsiz, demak arzonlashtirilgan narxlarda sotib, o'shandan tushgan pullarni qo'shimcha xarajatlar uchun ishlatishadi. Bundan tashqari ota-onalar o'zlari mustaqil onalar uylarida istiqomat pishirib kelib, buni ham sotuv yo'lga qo'yilgan ekan. Nimani asosiy ta'minlash yoki turli xil bo'laklarda kofe yoki issiq yeguliklar tayyorlab shuni ham yo'lga sotib, uni ham o'zini mana shu tartibda
harakat uchun berishadi. Ularda alohida qo'shimcha va vazirliklar yonidan mablag' olish qat'iyan man etilgan. Bundan tashqari ota-ona shunchalik mas'ul ekanki, agar tarbiyachi betob qoladigan bo'lsa, ana shu tarbiyachi bilan birgalikda keyingi tarbiyachi yordam bergan holda hech kim tarbiyachilik alohida shu bo'ladi vazifasi. Bundan tashqari oshxonalarda navbatchilik qilish ham tarbiya qilish maqsadida ham ana shu ota-onalarni taklif etadi. Bundan keyin hamkorlik bo'lsa, keyingisi o'zi farzandni kunlik shu yerda faoliyat kuzatish, jonli kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mana shu Germaniya bog'chalaridagi yil bayram tadbirlari. Eng asosiy g'oya shu bolalarni mustaqilligini, erkinligini ta'minlashga qat'iy ishlab chiqilgan intizomi bu. Mana u yerda belgilangan xonalarda bitta xonaga kirgan bola hech kim faqat bitta xonaga faoliyat emas, balki o'zi xohlagan xonalarga kirib o'sha yerdagi faoliyatlarni ham shug'ullanishi mumkin bo'ladi. 5 nafar bolaga bitta tarbiyachi biriktiriladi. Demak, mana shu tarbiyachi bolalar bilan ishlashi, o'rinlik faoliyatini daftarga qayd etib borishi aloqa daftariga va o'sha kungi xavfsizligi, salomatligi uchun bevosita javobgar bo'ladi. Bundan tashqari, Germaniya maktabgacha ta'lim tizimi bolalarni rivojlantirishdagi o'zini yondashuvlari hamda maktabgacha ta'lim tashkilotlari bilan boshqa Yevropa mamlakatlarida tubdan farq qilgan. Demak, birinchisi mana shu Valor bolalar bog'chasi ekan. Bu bog'chaga 1920-yilda Rudolf Steiner tomonidan asos solingan ekan. Asosiy demak bevosita bolaning ma'naviy jihatdan va ruhiy jihatdan sog'lom bo'lishini va ana shu ikki jihatni individual yaqin holda va individual holda rivojlantirishga urg'u beriladi. Barcha jarayonlar kuzatish va ta'minlashga asoslangan. Haqiqatan olib qarasak, maktabgacha ta'lim berishdagi bolalar bevosita juda ko'plab yangi bilimlarni boshqalarga taqlid qilish asosida qilishadi, o'zlashtirishadi. Shu jihatdan demak alohida taqlid qilish va shu bilan birga ham shu taqlid qilayotgan ota-onalar va tarbiyachilardan loyiq bo'lishni, o'zini faqat ijobiy tomonlarni ko'rsatishni yoki sog'lom fikrlashni, sog'lom nutqqa ega bo'lishni talab etilarkanki, demak bola ulardan ularga taqlid qilish asnosida turli kamchiliklarni bu kamchiliklarga uchramaslik yoki undagi ana shu nojo'ya ta'sirlarni kamaytirish maqsadida ota-onalar va tarbiyachilar ideal darajada ma'lumot musiqiy va ijodiy rivojlanishga alohida mavzularni tashkilot tomonidan erkin holda yoki ma'lumotlar jihatdan juda ham to'g'ri mavzuning fasllarga moslanishi jarayonidagi vaziyatdagi voqea hodisani borib o'zlashtirishi oson bo'ladigan mazmunda shu jihatlarga e'tibor berishadi. Bundan tashqari bilasiz, butun hozir dunyoda foydalanib kelinayotgan Montessori konsepsiyasiga ham ular amal qilingan. Demak, bu Italiya shifokorning bosh g'oyasi bolaning mustaqilligini nima cheklamaslik. Bosh g'oya menga o'zi qilishga yordam. Shu jihatdan demak Germaniya bog'chalarida mana shu model asosida ta'limlarga berilayotgan, ya'ni bola hamma narsani mustaqil ravishda qaror qabul qilish, o'z etishi, mustaqil fikrlashi, o'zini dunyoqarashiga ega bo'lishi, o'zini ahvolini bilishi yoki boshqa jihatlarga alohida ahamiyat beradi. Shu jihatlarni hattoki bolalar qaysi mashg'ulotda qancha vaqt to'planishlari kerakligidan o'zlari hal qilishadi. Demak, bu narsa faqat emas, demak, ota-onalarga hamkorlikga yaxshi qo'yilgan, oiladan boshlab bolalar mustaqil qarorlarni hurmat qilish, unga hurmat bilan munosabatda bo'lish, uni shaxs sifatida hurmatni joyiga qo'yish, fikrlarni inobatga olish an'anasi oiladan mavjud bo'lganligi uchun demak bu tasavvur, bundan tushuncha demak maktabgacha ta'lim tashkilotida bolani mustaqil qaror qabul qilishi juda katta yordam beradi. Hattoki sodir bo'layotgan voqealarga tarbiyachi juda ham kam aralashadi va faqat o'sha yerda tashkil etuvchi, kuzatuvchi vazifasini bajarishadi.
Hattoki o'zini xatolaridan o'zini xatolarni tahlil qilishga, xatolardan o'zini yarasha xulosa chiqarishga harakat qilishar ekan. Mana shu yerga rasmiy tasvirlangan baland shakllarga pul yetish uchun bola o'zi va o'zini o'sha lozimligini qilishga bilish kerak. Va mana shu orqali vaziyatlarni yechim orqali har qanday vaziyatlarni yechimi borligini ularni hal qilish yo'li borligini bolalarni yoshligidan boshlab ularni ongiga singdirish kerak bo'ladigan turli mavzuga harakatni xususiy holatini olib borishga ham yordam beradi. Bilasiz, mantiqli va materiallar asosan bolalarni erta yoshdan rivojlantirishga mo'ljallangan va bugungi kunda bizim mamlakatdagi tashkilotlarimiz ham bor. Bu tayyor jihozlar, e'tibor bersangiz, mana shu jihozlarning aksariyati yog'och materiallardan tayyorlangan. Va bundan ko'zlangan maqsad mana shu bolalarni salomatligiga ta'sir etmaydigan materiallarni to'g'ri tanlash va ranglardan foydalanishda uni salomatligini, fiziologik tuzilishini hisobga olishni taqozo etadi. Bu o'yinchoqlar orqali sensorli ta'minotni qo'llab-quvvatlash, matematik tushunish yoki harakatlanuvchi o'yinchoqlar orqali demak bolalarning uyg'unlikni rivojlanishi, ijodiy tafakkurni rivojlanishi, sezgi a'zolarining rivojlanishi, sensor jarayonini rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi bolalar hisoblanadi. Bog'cha turi bor, ularda o'rmon bolalar bog'chasi turi bor. Demak, ota-onalar aksariyat ota-onalar bundan bog'chalarga yurishlikda xohlashadigan bolalarni, ya'ni tabiatga o'zigan toza havoda ta'lim tarbiya oladigan bola, tabiatga tez moslashuvchan, sog'lom, immuniteti yuqori, shu bilan go'zallikni yaxshi ko'radigan va o'zi provat natijada tabiatni sevishga o'rgangan va tabiatni e'tibor qilishga ehtiyot qilish tuyg'usi shakllangan farzand sifatida shunaqa bog'chalar ham bor. Demak, bunday bog'chalar birinchi bo'lib 1950-yilda Daniyada tashkil etilgan va hozirgi kunda ko'plab Yevropa mamlakatlarida tarqalgan va mana shunday bolalar bog'chalari bugungi kunda faoliyat olib boryapti. Mana ko'rib turibsiz, hamma bola foydalanadigan vositalar tabiiy, tabiatning davomiyligidan vositalar. Qanaqa ob-havo bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha yerda mashg'ulotlar jarayoni, bolalar faoliyat jarayoni tashkil etiladi. Judayam havo sovuq bo'ladigan bo'lsa yoki yog'ingarchilik bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turibsiz, kichkinagina xonaga borib, o'sha yerda joylashib davom etishadigan bolalar va yana ob-havo yaxshilangandan so'ng chiqib faoliyatlarni to'liq havoda davom ettirishadi. O'tirishgan stollarga hammasi oldinda toshlar bilan asosiy buyumlar bilan qurilib, tayoqlar, loy va shunga o'xshash vositalardan foydalanishadi. Bunday vositalar ko'pligi bois ota-onalar talablari tabiiyki tarbiyachiga juda ham qat'iy talablar qo'yilarkanki, bolalarning xavfsizligi nuqtai nazarida, demak, ular shikastlanmasligi, yo'qolib qolmasligi yoki turli boshqa salbiy omillar ta'sir etmasligi uchun tarbiyachi e'tiborli bo'lishi, bundan salbiy holatlarga yo'l qo'ymasligi talab etiladi. Chiniqtirish maqsadidan hattoki o'sha qishda ham xona derazalarini, oynalarni ochib, xonani shamollatish majburiylik. O'rmon, turli xil fermalarda tashkil etilgan tabiat va hayvonlar bilan do'stlashishiga alohida ahamiyat berishi, tashqari o'yinga chiqishi bilan yana bir e'tiborli tomoni Germaniyada yomon ob-havo yo'q, balki ob-havoga mos bo'lgan kiyimlar bo'lgan g'oyaga erishishlar va ota-onalar farzandlarning kiyimlarini kim holatda kiyishi ota-onaning quvvatlariga, ya'ni ular nima qildi? Harakat qildi, shu faoliyatlar shug'ullandi, qiziqdi, shu narsada uzoq narsa o'rganishga demak harakat qildi degan mazmunda bolalarni qanday ob-havo sharoitidan bo'lishidan qat'iy nazar, ana shu ob-havoga moslasha kiyimlardan ta'minlash majburiyati bo'lsa shu narsani amalga oshiradi. Ko'ryapsizmi, bolalar o'sha nimada suv o'tkazmaydigan kiyimlardan foydalangan holatda tashqarida sovuq, yomg'irda yoki tuproqlarda nima qilishyapti? Bemalol o'ynashadi.
Ya o'zi tayyordan zavq olishga shu bilanki bir kunda bola salomatligini saqlashda muhim omil hisoblanadi. Keyingi vaziyatni yondirish. Biz tabiatdan mashg'ulotlar yoki boshqa mashg'ulotlar jarayonida ko'pincha ko'rgazmali qurollardan foydalanishlar kifoya bo'ladi. Lekin ularda o'sha mavzuga oid ma'lumotlarni berishni shu joyda o'zida olib borishni ma'qul qilisharkan, aytaylik, sut mavzusida gapirishadigan bo'lsa, ana shu fermaga borib, sutning qanday paydo bo'lishi, sigirni nimalar bilan oziqlantirishi, parvarish qilish yo'llari hammasiga o'zlari ko'zlari bilan guvoh bo'lgan holatda qo'shimcha ma'lumotlar olishlarkan, o'zlari shu sigirni oziqlantirishga tarbiyalanishga harakat qilisharkan, tayyorlangan sutni iste'mol qilib turishadi. Bunday ko'zlangan maqsad kattalar mehnatga, mehnatsevarlikka, yanada ana shu mavzuga oid ma'lumotlarni umumiy yaxlit holda egallashlarga yordam beradi. Demak, o'simlik ekish mavzusiga oid bo'lgansa, bevosita bolani o'zlari mustaqil mana shu o'simliklarni ekishlari, gullarni ekishlari, ularni parvarish qilishlari, ya ana shu vaziyatni yondashuv sifatida amalga oshiradi. Keyingisi mana pedagogika ekan, u yerda alohida yondashuvni, ya'ni fransiyalik oila tomonidan 1979-yilda bu g'oya ishlab chiqilgan va eng asosiysi qoidaga amal qiladi. Birinchisi shaxsiy erkin rivojlanish. Demak, ikkinchisi atrof muhitni tanqidiy tekshirish. Mana bu xatoga bizda ham tanqidiy kontekstni rivojlantirish kirdi. Bevosita bolani erkin rivojlanish uchun albatta mana shu qiyoslar olishi, vaziyatlar bo'ladi yoki turli xil omillarni bir-biriga qiyoslar olish natijasida uni tanqidiy fikrlashlar kerakki, bevosita fikrlash darajasi, dunyoqarash kengayadi, ilmiy jihatdan fikrlar kognitiv rivojlanish jarayonida yuzaga keladi. Shaxsiy javoblar. Demak, har bitta bugunga nisbatan yoki shaxsga nisbatan bo'lgan shaxsiy javoblarga yoki maktabga tashkilotga tegishli bo'lgan, oilaga tegishli bo'lgan shaxsiy buyumlar va umumiy hamma uchun kerak bo'lgan, foydalanish lozim bo'lgan o'yinchoqlar, aytaylik, demak, shu yerda idish-tovoqlar, namunali yoki stol-stullarni ham nima qilish, asrashga o'rgatish. Shuning uchun ham mas'uliyat hissini sezishi. Bundan tashqari biror musobaqa jarayonida jamoa uchun mas'uliyat his qilishi, jamoa uchun nima qilishi, harakat qilishi, natijasida jamoada ishlar olish, do'stlik, hamkorlik, o'zaro yordam berishga intilish kabi ijobiy fazilatlarni tarbiyalashga erishiladi. Hattoki shu bolaning ehtiyojlariga ko'ra o'zlarini shaxsiy kuchli tomonlarini ham kashf etishadi. O'zlari qobiliyatini yuzaga chiqarishga harakat qilishlari, hamma mustaqil fikrlarni ifodalab olishlari, erkinliklarni ta'minlashga alohida e'tibor qaratiladi. Shunchalik darajada erkinlikni ta'minlashga e'tibor qaratilarkanki, bola tushlik payti demak ovqatlanishi yerda o'tirib, stolda emas, yerda o'tirib ovqatlanishi bo'lmasa, demak unga shunday sharoit yaratib beriladi. O'yinchoqlarsiz bolalar bog'chalarida ham bor ekan, ya'ni bu tayyor berilgan o'yinchoqlardan foydalanilmas, balki bolalarga o'zlari fantaziya, tasavvurlari orqali tashlandiq materiallardan, oddiy materiallardan foydalanish orqali mana shu vaziyatlarni hosil qilishga o'rgatib boradi. Oddiygina kartondan uycha yasalgan mana ko'ryapsiz, pastida esa nima? Katakchalar. Demak, mana shu jarayonda ham demak bevosita bolalar o'sha yerda o'zida uychalar yasab, uychaning ichida yaqin tomosha qilishga saqlanishida o'zishga harakat qilish. Demak, o'tiradigan stollarni poyezd yo'llarida yoki avtobuslarga o'xshatib bolalarni fantaziyani rivojlantirish, shu bilan birga xavfsizligini ta'minlash, buyumlardan to'g'ri foydalanishga nima qilish, o'rgatishga alohida e'tibor beriladi. Hattoki bolalar mana shu jarayondagi foydalanish kerak bo'lgan vositalarni o'zlari u yerdan olib kelishadi. Nima bu degani ularni
Maktabgacha ta'limotda o'zi to'xtamaydi, unda ham ota-onasi ta'minlaydigan shakilda faoliyatlarni davom ettirishi. Integratsiya bolalar bog'chada ham mavjud, bu bizda ham bor. Bugungi kunda demak, alohida ehtiyojli yordamga muhtoj bo'lgan bolalarning sog'lom bolalar bilan ta'lim olish huquqlarini ta'minlash. Bevosita birga yurishlari bundan ko'zlangan maqsad nogironligi bor bo'lgan yoki umuman yo'qolgan qandaydir bog'cha bolalar bir-birini yaxshi yaqindan bilishlari, bir-birini qo'llab-quvvatlashadi, shu bilan zaif tomonlarni sog'lom bo'lgan munosabatlar asosida qilinishi, bartaraf etilishi. Birga kitob o'qishlari, birga o'yinchoqlar o'ynashlari, asosda jarayonlar faol qatnashishlari, demak bolalarning o'rtasida bir-biriga bo'lgan hurmatni, o'zini sog'ligiga nisbatan chiroyli munosabatni, shu bilan o'rtoqlik, samimiy yordam berish sabab bo'ladi. Albatta, bunday nogironligi bor bo'lgan bolalarni ta'lim tarbiyasi ko'proq mana shu maxsus tarbiyaga ega bo'lgan tarbiyachi tomonidan amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari bugungi kunda jismoniy jihatlar bilan yetishmovchilikda yoki nofaol holatda ko'p kuzatiladi va diabet kasalligi yoki boshqa yonbosh kasalliklarni aldab ketmasligi sababli alohida harakatga yo'naltirilgan jismoniy tarbiya beruvchi bog'chalar ham bor. Demak, jismoniy tarbiya beruvchi bog'cha o'sha yerda doimo bolalarni fikrlashi, his qilishi, bajarishi, idrok va harakatlar bir-biriga bog'liq bo'lgan, bir-biriga ta'sir qilishini anglagan holatda harakatlar orqali doimo o'zlarini to'g'ri belgilashni o'rgatib qo'yilgan xonalar ham xuddi shunaqa doimiy faoliyatni ta'minlovchi vositalar bilan jihozlangan. Jihozi demak, bevosita shu bolalar kollektiv faol harakat qilishi uchun ekan, xonaning dizaynlari ham jismoniy harakatlar uchun mos keladigan bo'lishi yoki u yerdagi jihozlarni tanlash, dallarni tanlash, bolalarni o'zlari yoki ota-onalarga ham ularni ham fikr muloqotida barcha ijodiy tomonlar bilan birgalikda maktabgacha ta'lim tashkilotlari ham xusus tomonlari bor ekan. Bilasizlar, Germaniya umumiy o'ta tarixli intizomli, qat'iyatli, shu bilan irodali xalq hisoblanadi. Shu jihatdan olganda demak, shunaqa stressli holatlar ko'p bo'lishi yoki maktabgacha ta'lim tashkilotiga kirishdagi turli xil qabul qilishdagi murakkabliklar yoki bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotiga adaptatsiya jarayoni cho'zilishi ham bu yerda noqulay vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Gapirishlar hatto ko'p kasallik ta'tilga chiqishlar, tarbiyachining ko'p kasallik ta'tilga chiqishlar natijasida yuqori ta'kidlagandek, demak, shu kunga ota yoki onalarga tarbiyachi vazifasini bajarib turishlari mumkin bo'ladi. Maktabga tayyorlov ishi ham alohida ahamiyatga ega ekan. Ularda ham bizda ham bor. Bilasiz, bir qator testlar bor. Ularni esa SITO test deb ataladi. Bolalarni maktabga tayyorgarligini aniqlovchi mezonlar bor ekan. Ya'ni muayyan so'zlarni tushunish kerak ekan. Qanday bo'lganda ma'lum atamalarni mazmunini tushunib olish kerak ekan. Ranglar, shakllar, raqamlar, fazoviy munosabatlar, masalan, oldinga, orqaga yoki keyin, oldin kabi qator so'zlarni, tushunchalarni o'z o'rnida qo'llashni bila olish kerak ekan va hajmlarga nisbatan tovushlarni bir-biridan farq qilish kerak ekan. Maktabga tayyorlov kurslari 25 kun davomida kompyuter yordamida olinadi. Demak, maktabga ta'lim yoshdan boshlab axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish darajasiga maktabga ta'lim yoshidagi bolalarni ma'lum bo'lishi kerak ekan. Bundan tashqari maktabga kirishda avval shu bolalarni ertangi ta'lim olishni samaradorlikka erishish maqsadida tibbiy ko'riklar o'tkazilar ekan. Ana shu tibbiy ko'rik jarayonida tekshirilayotgan quyidagi hisobga olinadi. Birinchi bo'lib o'zining ismini bilasiz, yoza olishi, ranglar va shakllarni nomlashi, bir oyoqda tura olishi, sakrashi, bir qatorda oldinga va orqaga yurishi yoki rasmlardagi farqlarni topishi, barcha ta'lim tovushlarni tanaffus qila olishi haqiqatan demak, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning nutqidagi kamchiliklar asosan 3-4 yoshgacha. Undan keyingi kamchiliklarga nima qilish kerak?
ciddi e'tibor berishgan, maxsus mutaxassislarni birlikda ularda sog'lom tutni rivojlantirishga alohida ahamiyat berish talab etiladi.